Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Biz bugungi darsda elektron xat haqida bilib olamiz hamda elektron xat ustida bajariladigan amallarni o'rganamiz. Demak, Google Chrome brauzeriga kiramiz. U yerdan akkauntga kiramiz. Akkauntni belgisi yonidagi 9 ta nuqtani bossak, o'sha yerdan email qismiga kiramiz. Email nima? Email elektron pochta manzili xabar yuborishning eng xavfsiz, himoyalangan usuli. Bu yerda ko'rib turganingizdek, emailga kelgan xabarlar turibdi. Yangi xabar yozish uchun ekrandagi kompas belgisi ustiga bosiladi. Ko'rib turganingizdek, pastdagi oyna chiqadi. Birinchi qatorga email manzili kiritiladi. Siz email xabar yubormoqchi bo'lgan insonni manzilini kiritasiz. Ikkinchi qatorga esa email mavzusi, nima haqida xabar yuboryapsiz, shuni yozasiz va undan pastiga keyingi qolgan bo'sh joyga email xabar yozishingiz mumkin. Xabar yozish oynasini pastki qismidagi send buyrug'i orqali xabarni jo'natish mumkin. Yozilgan xabarni Ctrl A bilan belgilab turib va send yozuv oldidagi A belgisini bosib, matn ustida turli amallar bajarish mumkin. Masalan, matnni kursiv shaklga, qalin shaklga keltirish mumkin yoki uni rangini o'zgartirish mumkin. Shuningdek, uning shriftini ham o'zgartirish mumkin. Kelgan elektron xabarni o'qish uchun uni ustiga sichqoncha tugmasini bir marta bossa, xabar chiqadi va reply buyrug'ini tanlansa, u xabarga javob yozish mumkin. Elektron xabardan nusxa olish ham mumkin. Buning uchun sichqoncha tugmasini bosib turgan holda xabarni belgilab olamiz hamda Ctrl copy belgisini bosib, undan nusxa olamiz.